Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Qadrdonlar, bizda yangilik bor. Yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bizda muddatli to'lov ostida ham eshiromlar ishlab chiqarishni boshladik. Bizning oliy maqsadimiz qadrdonlar, sifat, tezlik, kafolat. Haqni eng oliy maqsadimiz haqni rozi qilish. Qadrdonlar, Xudo xolasa muddatli to'lov ostida ham eshiromlar chiqarishni boshladik. Bir dona pasport evaziga, qadrdonlar e'tibor beringlar, bir dona pasport evaziga sizlardan 1 so'msiz boshlang'ich to'lovsiz, umuman 0% da eshiromlar chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolasa qadrdonlar, telefon nomerlarini pastlarida qoldiraman. Kimi eshiromni qildirmoqchi bo'lsa, yaxshi niyatda teraskalar qildirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Xudo xolasa tezlik, sifat bilan tezda o'rnatib beramiz. Xudo xolasa ishxonamizda hozirgi kunda 2 dona rom, plus 1 dona eshik zakasimiz bor. Boshqa zakasimiz yo'q. 1 dona zakasimiz bor. Kimga shu 2-3 kun ichida xo'p o'rnatib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, teraskalar yoki bo'lmasa eshiromlar bemalol murojaat etaveringlar. Tezlik bilan xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Qadrdonlar, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Qadrdonlar, bizda yangilik bor. Yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bizda muddatli to'lov ostida ham eshiromlar ishlab chiqarishni boshladik. Bizning oliy maqsadimiz qadrdonlar, sifat, tezlik, kafolat. Haqni eng oliy maqsadimiz haqni rozi qilish. Qadrdonlar, Xudo xolasa muddatli to'lov ostida ham eshiromlar chiqarishni boshladik. Bir dona pasport evaziga, qadrdonlar e'tibor beringlar, bir dona pasport evaziga sizlardan 1 so'msiz boshlang'ich to'lovsiz, umuman 0% da eshiromlar chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolasa qadrdonlar, telefon nomerlarini pastlarida qoldiraman. Kimi eshiromni qildirmoqchi bo'lsa, yaxshi niyatda teraskalar qildirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Xudo xolasa tezlik, sifat bilan tezda o'rnatib beramiz. Xudo xolasa ishxonamizda hozirgi kunda 2 dona rom, plus 1 dona eshik zakasimiz bor. Boshqa zakasimiz yo'q. 1 dona zakasimiz bor. Kimga shu 2-3 kun ichida xo'p o'rnatib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, teraskalar yoki bo'lmasa eshiromlar bemalol murojaat etaveringlar. Tezlik bilan xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Qadrdonlar, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Qadrdonlar, bizda yangilik bor. Yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bizda muddatli to'lov ostida ham eshiromlar ishlab chiqarishni boshladik. Bizning oliy maqsadimiz qadrdonlar, sifat, tezlik, kafolat. Haqni eng oliy maqsadimiz haqni rozi qilish. Qadrdonlar, Xudo xolasa muddatli to'lov ostida ham eshiromlar chiqarishni boshladik. Bir dona pasport evaziga, qadrdonlar e'tibor beringlar, bir dona pasport evaziga sizlardan 1 so'msiz boshlang'ich to'lovsiz, umuman 0% da eshiromlar chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolasa qadrdonlar, telefon nomerlarini pastlarida qoldiraman. Kimi eshiromni qildirmoqchi bo'lsa, yaxshi niyatda teraskalar qildirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Xudo xolasa tezlik, sifat bilan tezda o'rnatib beramiz. Xudo xolasa ishxonamizda hozirgi kunda 2 dona rom, plus 1 dona eshik zakasimiz bor. Boshqa zakasimiz yo'q. 1 dona zakasimiz bor. Kimga shu 2-3 kun ichida xo'p o'rnatib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, teraskalar yoki bo'lmasa eshiromlar bemalol murojaat etaveringlar. Tezlik bilan xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Qadrdonlar, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Qadrdonlar, bizda yangilik bor. Yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bizda muddatli to'lov ostida ham eshiromlar ishlab chiqarishni boshladik. Bizning oliy maqsadimiz qadrdonlar, sifat, tezlik, kafolat. Haqni eng oliy maqsadimiz haqni rozi qilish. Qadrdonlar, Xudo xolasa muddatli to'lov ostida ham eshiromlar chiqarishni boshladik. Bir dona pasport evaziga, qadrdonlar e'tibor beringlar, bir dona pasport evaziga sizlardan 1 so'msiz boshlang'ich to'lovsiz, umuman 0% da eshiromlar chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolasa qadrdonlar, telefon nomerlarini pastlarida qoldiraman. Kimi eshiromni qildirmoqchi bo'lsa, yaxshi niyatda teraskalar qildirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Xudo xolasa tezlik, sifat bilan tezda o'rnatib beramiz. Xudo xolasa ishxonamizda hozirgi kunda
2 dona rom, plus 1 dona eshik zakasimiz bor. Boshqa zakasimiz yo'q, 1 dona zakasimiz bor. Kimga shu 2-3 kun ichida xo'p o'rnatib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, teraskalar yoki bo'lmasa eshik romlar bemalol murojaat etaveringlar. Tezlik bilan Xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz, qadrdonlar.